Faoliyatini boshlaganiga 8 yil bo'lgan BNB Holding dastlab qishloq xo'jaligi sohasidagi eng qimmat va dunyoda yuqori baholanadigan mahsulot ishlab chiqargan. Ammo bugun bu holding O'zbekistonda yirik logistika markaziga ham aylandi. Mahsulotlari dalada yetishtirilib, eng zamonaviy uslubda dunyoning 40 ga yaqin mamlakatiga eksport qilinadi va bugun bularning barchasi milliy brend darajasiga ko'tarildi. BNB Agro, BNB Agroplus va BNB Energo Agrologistics. Ha, bugun siz bilan mana shu korxonalar haqida gaplashamiz. Bugungi kunda BNB Holding mingdan ortiq xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Shu bilan birgalikda holding tarkibida 30 dan ortiq korxona ham faoliyat olib boradi. Qulay agrobiznes muhitini va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga qaratilgan oziq-ovqat, meva-sabzavot va dorivor o'simliklar klasterlari barpo etilgan manzilni qishloq xo'jaligi mahsulotlari giganti desak ham bo'ladi. 2023-yilda 38,5 millionda tashkil qilgan edi. 38,5 million eksportimiz. 2024-yilda 48,5 millionda tashkil qildi. Biz bu yil oldimizga 75 million dollarga chiqaramiz degan va'da qo'ydik. Mana hozir bugungi kunda salkam 45 millionga hozirda o'zi yetdi. Men o'ylaymanki, agar eksport potensialimizni, mahsulotlarimizni, hajmni asosiy davriyligini hisobotga oladigan bo'lsak, qolgan yilda 3 oy vaqt mobaynida bemalol 75 million emas, balkim 80 milliondan oshirishga ham hamma imkoniyatlarimiz bugungi kunda mavjud. O'tgan 9 oy mobaynida 103 xilga yaqin mahsulotni eksport qilibmiz. Eksport ko'rsatkichimiz Ruminiyadan tortib, Polshadan tortib, Slovakiyadan tortib, Avstriyadan tortib, Yevropa, Germaniya va albatta rivojlangan Amerikagacha bordi. Bu degani Osiyoning ko'plab mamlakatlari, xususan bizning doimiy shu mijozlarimiz bo'lgan Markaziy Osiyo, Rossiya Federatsiyasi, Xitoy kabi ko'plab o'sha mamlakatlarda qariyb 30 dan oshiq mamlakatlarda o'tgan davr mobaynida hamroh desak bo'ladi. Biz aynan loyiha doirasida Jizzax viloyatida bo'ldik. Sababi BNB ning asosiy korxonalar tarmog'i bugun shu viloyatda joylashgan. Dastlabki manzil esa BNB Agro. Biz borgan manzilda esa qovun eksport qilinmoqda. Bugungi kunda hosillarimiz mana bunday yaxshi bo'lishiga sabab albatta gidrogel mahsulotlarini ham qo'llaganmiz. Bu mahsulotimiz bizlarga hosildorlikni 30-35% o'sha poliz ekinlarni yuqori ko'tarib berishga erishildi. BNB Agroda bugungi kunda 200 gektar maydonimizga qovun mahsulotlari ekkanmiz, 50 gektar maydonga o'sha pomidor mahsulotlarini ekkanmiz. Qovunni bugungi kunda 500 tonnadan ziyodroq eksportga va ichki bozorga chiqardik hozirgi vaqtda. Albatta bizning niyatimiz shu 3000-4000 tonnagacha eksport qilish niyatimiz bor. Qovunlar palagidan uzilib xorij tomon yo'lga chiqayotgan manzilda 200 gektardan 4000 tonna mahsulot olish rejalashtirilgan. Pomidor ham mavsum uchun tayyor holga kelgan. Bu yerda esa gektaridan 80-100 tonnagacha mahsulot olish mumkin. Ko'rishingiz mumkin, bitta palakning o'zida 5-10 kilogramm pomidor bor va bularning sifatiga qarab savdoga chiqariladi yoki qayta ishlanadi. Bu jarayonlar ham BNB Holdingning o'zida amalga oshiriladi. Biz 7 yil ichida muhtaram prezidentimiz rahnamoliklari va tashabbuslari bilan birgaligida qariyb 1,5 trillion qiymatga ega bo'lgan, qariyb 1,5 trillion. Og'izga aytishda oson, lekin buni amalda qilish juda ham bir murakkab qiymati bo'lgan loyihani amalga oshirdik va yaqinda qariyb 2 oy bo'ldi bu loyihani oxirgi etapini samarali foydalanishga topshirdik. Bu nimadan iborat? Ya'ni joriy yilda o'zida salkam 30 ming gektarga o'zimizda va fermer xo'jaliklari va dehqon xo'jaliklari, tomorqa xo'jaliklarida kontraktatsiya shartnoma asosida mahsulotlarni yetishtirish tizimini yo'lga qo'ydik. Bu birlamchi, birinchi etap. Qariyb 4000 gektarga yaqin yerda o'zimizda va fermer, dehqon xo'jalik va tomorqa xo'jaligida pomidor yetishtirdik. Bu bugungi kunda mana faol ravishda uni terib olib, birlamchisini saralab eksportga yuboryapmiz, ikkilamchisini ichki bozorga chiqaryapmiz va uchinchilamchi nimasini o'sha qayta ishlayapmiz. To'liq bu qayta ishlangan, quritilgan pomidor Yevropa mamlakatlariga, xususan mana hozir tomat mahsulotlari Rossiya, Boltiqbo'yi mamlakatlari, Belorussiya mamlakatlariga o'sha bugungi kunda eksport bo'lib chiqib ketyapti. BNB Energo Agrologistika qo'shma korxonasidamiz va bu yerda qishloq xo'jalik mahsulotlarining 810 ming tonnadan ortig'i saqlanadi, qadoqlanadi, kalibrlanadi va sovutilib eksportga yo'naltiriladi. Ahamiyatli jihati aynan bu manzilda yagona darcha tizimi orqali barcha mahsulotlar hujjatlar rasmiylashtirilib eksport qilinadi.
2023-yilda dastlabki bosqich muvaffaqiyatli ishga tushirilgan mazkur qo'shma korxonaning umumiy loyiha qiymati 57,7 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bir vaqtning o'zida manzilda 10 ming tonna mahsulotni saqlash quvvatga ega sovutgichlar ham mavjud. Bu yerda har qanday sabzavot va poliz mahsulotini bir necha bosqichda saralash mumkin. BMB Enersi agrologistik qo'shma korxonasi agroklasterlarimizda yetishtirilgan mahsulotlarni birlamchi saqlash, sovutish, kalibrlashga mo'ljallangan bo'lib, bizda 10 ta kamera mavjud. Ular +2, +8 darajagacha sovutadi. Hozir ko'rib turgan qovun mahsulotini biz eksportga tayyorlash jarayonidamiz. +2, +8 gacha havo haroratini tushirib, agroklasterimizda mavjud bo'lgan bojxona tizimi, undan tashqari karantin tizimlari bilan birga hamjihatlikda biz kerakli bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirilgan holda uni eksportga tayyorlaymiz. Agroklasterimizda hozir ko'rib turganingizdek piyoz mahsulotini biz ichki bozorga, savdo tarmoqlarimizga, shuningdek eksportga tayyorlash ishlarini olib boryapmiz. Maxsus uskunalarda biz birlamchi saralash, kalibrlash ishlarini olib boramiz. 9 oyning hisobiga shu vaqtgacha biz 20 dan ortiq davlatlarga 100 xil mahsulotni eksport qilishga erishdik. BMB Enerka Agrologistics markazi tadbirkorlar uchun shunday qulayliklar yaratganki, hatto eng yirik yuk mashinalarida keltirilgan mahsulotlar ham uzoq navbatlarda qolib ketmaydi. Eng muhim jihat shundaki, manzilda bir vaqtning o'zida bojxona rasmiylashtiruvi ham amalga oshiriladi. Natijada tadbirkorlar vaqt va qo'shimcha xarajatlardan qutulishadi. Oddiy sharoitda aynan mana shu jarayonlar bir necha soatlab, hatto kunlab davom etishi mumkin bo'lsa, BMB Enerka Agrologistics markazida esa eng katta hajmdagi mahsulot ham ko'pi bilan 1 soatdan ortiq qolmaydi. Men juda ko'p tadbirkorlarning faoliyatini kuzataman, lekin yagona va birinchi marta men bu yaqinda eshitdim. Sizda aynan faoliyatingizda yagona darscha tizimi joriy qilingan. U aynan sizga qanday qulayliklar taqdim etadi va u qanday ishlaydi? Birinchidan bizda tizimda, ya'ni o'sha qo'shma korxonamiz tizimida mana shu siklda tashkil qilgan yagona darcha bu albatta davlatimizni, muhtaram prezidentimizning qo'llab-quvvatlovlari, ularning tashabbuslari bilan joriy qilingan. Bu eksportyorlarga qulaylik yaratadi. Ya'ni sansalorliklarni oldini oladi. Keladi 2 soat ichida mahsulotni birdaniga sortirovka qiladi. Qo'yamiz aqlashdagi o'sha yerda o'zida o'sha barcha sertifikatlarni olib turib, tamojining pechatini olib turib birdaniga eksportga chiqib ketadi. Bu juda ham katta eksportchilarga juda ham katta imkoniyat va sharoit yaratadi. Bu birinchidan birlamchi o'zimizni eksport korxonalari, mana BMB Holding tizimida salkam 9 ga yaqin eksport korxonalari mavjud. Ularga juda katta sharoit yaratsa, ikkinchidan bu nafaqat bizga, balkim o'sha hududda joylashganligi Jizzax viloyati, Sirdaryo viloyati, Samarqand viloyati, o'sha janubiy bizga yaqin Jizzax viloyatiga yaqin hududlarda ham barcha o'sha hududdagi fermerlar, dehqonlar, yetishtiruvchilar uchun ham, eksportchilar uchun ham juda katta imkoniyat yaratib beradi. Aynan mana bu manzilda mahsulotlar qabul qilinadigan bo'lsa, bizning orqamizda bojxona rasmiylashtiruvi ham amalga oshiriladi va undan so'ng mahsulotlar tezda eksportga yo'naltiriladi va biz borayotgan joy esa laboratoriya hisoblanadi. Aynan bu laboratoriyada mahsulotlar tekshiriladi, laboratoriya ko'rigidan o'tkaziladi va shundan so'ng eksportga yo'naltiriladi. Mazkur laboratoriya Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniya davlatlaridan keltirilgan 34 ta eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Karantin xodimlari esa shu yerning o'zida mahsulotlarni ko'rikdan o'tkazib, fitosanitar sertifikatini rasmiylashtiradi va eng muhimi, mazkur hujjat 119 ta davlat tomonidan tan olinadi. Laboratoriya 5 xil yo'nalishda laboratoriya qilmoqda. Bu logistikada joylashgan asosiy maqsadi laboratoriyamizda tadbirkorlarga eng qulaylik sharoit yaratish, ya'ni vaqtdan yutish hamda laboratoriya tahlillari aniq va tez chiqishi uchun foydalanamiz laboratoriyadan. Hamda bu laboratoriyadan o'tgan mahsulotlarimiz Rossiya davlatiga eksport qilinsa, yashil yo'lga o'tadi. Ya'ni qayta tekshiruvga olinmaydi. Laboratoriya xulosasi aynan kasallik uchun o'zi 8 soatda chiqadi, lekin biz tezlashtirib 4 soatda chiqarib beramiz. Hozir biz gapirmoqchi bo'lgan BMB Agroplast korxonasining qiymati 34,6 million AQSh dollarini tashkil etib, yiliga 80 ming tonna meva sabzavot mahsulotlarini chuqur qayta ishlash imkoniyatiga egadir. Hozirda korxonada pomidor va olmadan konsentrlangan pyure ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, oshqovoq, sabzi va bulg'or qalampiri kabi sabzavotlar quritilib, tayyor mahsulot shaklida iste'molchilarga yetkazilmoqda. 2025-yil fevral oyidan boshlab korxona zamonaviy sublimatsiya usulida quritish, shuningdek, shok va akustik usulda muzlatish bilan
bilan ham shug'ullanadi. Bunda qulupnay, malina va boshqa mevalar ham eksport uchun tayyor holga keltiriladi. Shu bilan birga korxonada mavsumga mos tarzda barcha mevalarni qayta ishlash, qadoqlash ishlari amalga oshiriladi. Aynan bu manzilda 400 dan ortiq yangi ish o'rinlari ham yaratilgan. BMB Agroplus korxonasi umumiy yer maydoni 10 gektar. Mana shu 10 gektar maydonimizda qayta ishlash binolari to'liq joylashtirilgan. Bu kompleksni joylashuv deb bilamiz. Doimiy 650 ta ish o'rni yaratilgan va mavsumiy 2000 ga yaqin ish o'rinlari rejalashtirilgan va amalda qo'llaniladi. Umumiy yillik hajmimiz 85 ming tonna qishloq xo'jaligi meva sabzavotlarini qayta ishlash rejalashtirganmiz. Bugun ko'rsatuv doirasida shuni angladikki, xolding rahbarining asosiy vazifasi kompaniya salohiyatini yanada oshirish, shu bilan birga uning bozor raqobatbardoshligini ham mustahkamlashdan iboratdir. Siz ta'sis qilgan korxonani ochishda qaysi muammo turtki bo'lgan? Avvalambor bu biznes, bu tizimli biznesda. Ko'p aksariyat joylarda qaysidir bir qismlari qolib ketib turib, ikkinchi, uchinchi etapga o'tib ketilganda, shuning uchun bu tizim to'g'ri ishlamaydi. Shuning uchun bizda yutuqlarimizdan bittasi bu strategik rejaga asosan. Shu hududni tahlil qilganmiz, qancha o'rik o'sadi, qancha gilos bor. Biz hammasini tahlil qilganmiz. Chunki ertaga buni tahlil qilmasdan turib, ertaga buni kengaytirish qancha bo'ladi? Biz mana bugungi kunda bizning yillik quvvatimiz bitta BMB Enersiya agrologistik qo'shma korxonasi 864 ming tonnani tashkil qiladi. Salkam 1 million tonnani tashkil qiladi. Bu tasavvur qiling, bu meva sabzavot uchun bu juda ham dahshatli sifralar. Biz albatta kuzatganmiz. Bu tan olaman, haqiqatan o'zimiz mana ko'p ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Ko'plab mana tarvuzlarimiz o'g'il bo'lgan paytlarda bilamiz. Piyozlarimiz shunday ustidan chopib ketilgan vaqtlarni bilamiz. Chunki o'sha qaysidir ma'noda o'sha ishlab chiqarish korxonalarining o'zini vaqtida o'sha tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan. Bugungi kunda bitta narsani aytamanki, bizni hududda, shaxsan Jizzax hududida mana o'tgan yildan boshlab turib hech qanday meva sabzavotni bir donasi ham o'g'il bo'lmayapti. Chunki bir donasi bo'lsa ham yerga tushganini hammasini olib, qayta ishlab, uni chuqur, yana ham chuqur qayta ishlab, birlamchisini bozorga chuqur qayta ishlagani mana bugungi kunda bilasizmi, bitta tizimga keldik. Bir paytlar mana o'sha hozirgacha endi shu tizimda ishlaydi. Ya'ni meva sabzavotlarning eksportida biz bozordagi hamkorni, ikkinchi tomonda xaridorni qosh qovog'iga qarab turamiz. Afsuski mana shukur mana shunday kunlarga ham kelyapmizki, chuqur qayta ishlash mahsulotlarida unday emas. Xususan mana bu yil olcha, giloslarda shok usulda muzlatdik. Markaziy Osiyo tarixida birinchi marta akustik usulda muzlatib Amerikaga eksport qildik. Biz emas, endi ular bizni qosh qovog'imizga qarab turibdi. Biz bugungi kunda narxni biz belgilab beryapmiz, bozor narxini, chunki bugungi kunda mahsulot haqiqatan xaridorgir va ularni talablari darajasiga javob beradi. Shuning uchun biz mana yangi yillik rejalarimizda ham ba'zi turdagi mahsulotlarni 5 karra, 10 karra kengaytirish usulida ularni ko'proq ekish, qo'shimcha bozorlarda tashkil qilish bo'yicha ham bugungi kunda katta ishlarni olib borishga harakatni qilyapmiz. Ishlab chiqarish jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish, mahsulot sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda eksport geografiyasini kengaytirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bugungi kunda barpo etilgan agroklasterlar, zamonaviy saqlash va logistika markazlari, shuningdek qayta ishlash zavodlari, bularning barchasi nafaqat mahsulot sifatini oshirish, balki ularni jahon bozoriga yuqori qiymat bilan olib chiqishga xizmat qilmoqda. BMB Holdingning Jizzax viloyatidagi loyihalari misolida ko'rish mumkinki, bu nafaqat qishloq xo'jaligi rivojiga, balki hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratish va tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar barpo etishga ham xizmat qilmoqda. Shu sababdan BMB Holdingni O'zbekistonda qishloq xo'jaligi giganti deb atash bejiz emas. U nafaqat milliy iqtisodiyotga, balki xalqaro bozorlarda ham mamlakat obro'sini oshirayotgan strategik ahamiyatga ega kompaniyadir.